Assalomu alaykum. Xitoyda yashagan paytimda go'shtni shu usulda pishirishganini ko'rgan edim. Shundan keyin bu retseptni yana ham takomillashtirib, o'zimizni tabga moslab, suvli va mazali qilib, sizlarga ham ilindim. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, hamma sirlarini aytib o'taman. Birinchi bo'lib eng muhim joylardan biri go'sht ustidagi yog'lari, qattiq joylari, plyonkalarni olib, xuddi shunaqa tayyorlab olamiz. Ortgan joylarini tashlab yubormaymiz, uni boshqa ovqatlarga, qiymalarga ishlatsak zo'r bo'ladi. Go'shtni ko'rsatilgandek hajmda to'g'rab olamiz. Muhimi bir xil hajmda bo'lishi kerak, shunda bir xil vaqtda bir xil tayyor bo'ladi. Go'shtni asl ta'mini yo'qotmaslik uchun hamda qovurganimizda ziravorlar kuyib ketib, taxir maza bermasligi uchun ziravorlar solmasdan faqatgina piyoz, tuz, go'shtni ko'madigan darajada gazli suv solib, yaxshilab aralashtirib 1 soatga muzlatgichda qoldiramiz. Ushbu marinadda go'shtlarimiz yanada yumshaydi, suvni shimgani hisobiga qovurgan paytimizda qurib qolmaydi. Ko'rsatganimdek juda ham suvli bo'lib chiqadi. Go'shtning yoniga garnir sifatida chips tayyorladim. Kartoshkani bir xil hajmda to'g'rab olib, kartoshkani ortiqcha kraxmali chiqib ketish uchun muzday suvga solib, so'ng sochuvga yoyib quritib olamiz. Tayyor bo'lgan kartoshkani o'rtachadan pastroq olovda qovurib olamiz. Shunda ustalari qizarib ketmasdan qarsildoq bo'lib chiqadi. Oxirida tuz sepib, yaxshilab aralashtirib, laganga solib go'sht qovurishni boshlaymiz. Go'shtni qizib turgan yog'ga solib, hamma yog' qizargandan so'ng idishga qo'yib, ustini yopib 3 daqiqa ushlaymiz. Bu orada yog'imiz yana qizib olgan bo'ladi. Go'shtlarni tez-tez aylantirib, ustini ko'rchka bo'lguncha qovurib olamiz. Aynan go'sht ichlari bilan pishib, suvini saqlab qolib, ustilari ko'rchka bo'lishning siri shunda. Bu kabobni ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar ham bemalol tayyorlashsa bo'ladi. Shunaqa yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasangiz xursand bo'laman.